Hoji aka, ishonasizmi yo'qmi bilmayman, lekin ishonishga majbursiz, chunki bu haqiqat. Aynan shu Mercedes-Benz V-Class 250 G-likdan ham qimmatga kirib kelgan. Chunki bu Brabus tomonidan tuning qilingan. Brabus bilasiz, o'zi 150 ming, 200 ming siz tuning qilmaydi. Bu mashina O'zbekistonda bo'lsa 2 dona va o'shalardan bittasi sizniki bo'lyapti. Uni ustiga arzimagan pulga sizga o'tib ketyapti. Odamlar bu mashinani hozir kunda olib kelaman desa ham 400 ming atrofiga tushadi. Chunki chet elda o'zida 315 ming dollar turadi jigar. Bu komfortni eng cho'qqisi. Shunchaki biznes klass mashina emas, luxury biznes klass mashina deb yuborsangiz ham bo'ladi borku. Jigar, bunda nafaqat biznesmenlar, prezidentlar ham shu mashinada yuradi. Narxini eshitib og'zim qochadi. Bitta like bosib, tasavvuringizdagi eng puli ko'p hoji akalar kim? O'sha yaqinlaringiz Instagram ishlatadigan. O'shalarga tashab qo'ying. Telegramligiga ham tashiyvering. Lichkaligiga ham tashiyvering. Chunki ular olishsa maza qilib, siz ham tog'-pog'larga, og'aynilarni to'yiga, hammasiga minib yuraverasiz. Hoji aka, yoningizga biznes partneringiz o'tkazasizda, keyin mana qarang, bitta knopkani bossa, sizga tushib keladi. Bu shunchaki sizni ofitsiantlaringiz. Mana bitta turgan kofe mashinada kofe, choy, bir narsalar olib berib xizmatingizni qilib o'tiradigan joy shunchaki. Mana yana bitta knopkani bossa, sizga takoy pisminniy stol ochilib beradi. A bu yerda million dollarlik ishlarni, qo'l qo'yishlarni mana shu o'zida hal qilib yuborasiz borku. Bu mashinani navorotlarini ta'riflashgacha bilmadim. Hali bir vaqt yetmaydi. Oldimdagi katta televizor xolasingiz tushirib qo'yasiz, o'rniga oynani ko'tarib qo'yasiz. Burmester audio sistemada va miyani dam oltiradigan 8 dik muzikalarni qo'yib olib, oqib yurish shunaqa bo'lsa kerak borku. Bilaman, bu darajaga erishishingiz oson bo'lmagan borku. Noldan ko'tarilgansiz bu zavodlarni, bu million dollarlarni aylantirish o'zi uncha-munchasiga emas. Sizga, siz eplol olyapsizmi? Demak, mashinani ham haqiqiysida yurishga siz munosibsiz jigar. Bitta like bosib qo'yish joyiga. Bu mashinani olib orqasiga ketsangiz, shunchaki hoji aka emas, zodagon hoji aka bo'lib olasiz. Orqani o'zida qarang, 3 ta panel upravleniya bor. Har bittasi dinada Abduf, Abagrev, atamankalarigacha bor. Men pastakarniklari ham istadi, ham sovutadi. Xohlasangiz, men Paradise suvini istasiz, xohlasangiz sovutasiz jigar. Mashinani holati ham jigar ideal bo'lib turibdi. Chunki atigi 33 ming probeg, yil 2018. Polniy kuzov top-toza.